Do'chalarimiz bugun sizlar uchun skidkada. Necha pul deysizlarmi? 300 dan balandroq salgan. Hopmi? Tashrif buyurasizlar. Bugun mazza qilib olasizlar. Bugun shvedskiy stolimizni faqat do'cha bilan to'ldiramiz. Kelganlar hech behijolat yeb ketaveringlar. Sotib olishingiz shart emas. Baraka topinglar. Biz ham yaxshi ko'ramiz. Hammanglarni meva tashlab qolamiz. Noklar magneziyaga juda ham ko'p. Magneziyaga boy mahsulot. Ananaslar, tarvuzlar, sizlarga banan bilan kivi mahsulotlarini aralashtirib yeysizlar. Do'chalar, marhamat. Bu esa mangolar. Qani, kuzatuvchilarimiz yana bitta narsa, chukli shaftoli kelgan.